Yaxshimisizlar, men Azodgul. Bugun sizlarga mush sujidlar mifan bilan muom bilan yesanglar bo'ladigan intayin o'xshagan qizartirilgan, ya'ni xumshov suji qilishni o'rgatib qo'ymoqchi. Amsa diqqatinglar menda bo'lsin. Sujirimizni pak yuvib olgandan keyin suyini saqitib olib, mushunday yaproqcha holatda to'g'rab olamiz. Buning qilin nipizligini o'zinglar qarab turib to'g'risanglar bo'ldi, lekin bak qilin qilib to'g'rayotmanglar, amalba. Qazimizga may qo'yib, mayimiz qizigandan keyin amalba manonday tovuq qozon bo'lsa, texi yaxshi, tegi tuz qozon bo'lsa. Andan ma'qulamlik shundoq aplikamish bir narsalarni zal qilgan vaqtinglarda bu boshpatga cho'chog'animda ba lazimlar ashadni avasanglar bo'ldi. Pulisimbek azan, bek chiroyli. To'g'rab tayyoq olgan sujirimizni manonday zal qilib olsak bo'ladi. Bir taraf pish bo'lgandan keyin yana bir tarafga o'rib, uni tekshirish ikki tarafini sag'artib zal qilib olamiz. Shunday qilib yana bir qaytim deb qo'ysam, men go'nruq qilgan qizlar o'g'irlik ko'rayotgan men go'nruq qilishni unutqamanglar. Men tuyjan qipirdi, do'yin deb o'ylab qolmoqchiman. Men amdi bundan keyin chiqargan zo'pilarimning hamini faqat finsilarimni ko'raydigan qilib chiqirma. Endi undaq bo'lon pushqaqdan ko'ramaysizlarmi? Cho'mi shu yeng to'y qilish oldi turayotgan, tamoq yetishni o'rgansan bo'ladi degan qizlar meni go'nruq qilishni qat'iy unutib qolmanglar. Dinzal qilib tayyor qilib olgandan keyin azroq so'ng piyoz, samsaq, sinjan, qizillardan tayyor qilib olib, azanga oz miqdorda may qo'yib, mayimiz qizgandan keyin bularni selib, mezlik puroq chiqqicha qo'rib olamiz. Ana buning ustiga azroq tiyolov qo'shib olsak bo'ldi. Agar uyinglarda maladufuning tiyolovi bo'lsa, maladufuninkin qo'shinglar. Noyda shu gengoning tiyolovisi qilibdi-ki, men shu gengoning tiyolovisidan azroq qo'shib etdim. Yonni selib, teksh aralashtirib, buni qo'rib olgandan keyin muvafiq miqdorda tuz, muvafiq miqdorda vejin qo'shib olsak bo'ladi. Vejin agar xohlasanglar, samsanglar bo'ladi. Eng oxirida buning shirinlik chiqish uchun buningga kraxmal suvi qo'yamiz. Yarim qoshiq diyanfinga yarim piyola suvni aralashtirib qo'yib olsak bo'ladi. Tuvoqni yepib 2 minut dumlagandan keyin avasak bo'ladi. Intayin o'xshagan xongshov suji pishib chiqdi. Buni mifan bilan yesanglarmi, muom bilan yesanglarmi, intayin yeyishlik bo'ldi. Bolalarga bak yaxshi ko'rib yeydi. Amsa shuningdek oilada etildigan etilish usuli oddiy, lekin ta'mi yaxshi shunda tamoqlanganlar bo'lsa, meni qo'shilishni unutqamanglar. Matik chaplashmaydigan 8 burjaklik maqaznim 59.9 mo butun Shinjon kirasaksiz aldığanlar başpetki çocuğum kirib asanglar yak ayrim aloqalashsanglar bo'ladi. Yurak belgilarini, yulduz belgilarini besini unutib qolmanglar. Ems avval meni o maqsansilarim yesin, do'stlaringlar avatib berishni unutib qolmanglar. Kelar qaytim ko'rishaylik, xo'sh. 记得关注再走哦。抖音